Assalomu alaykum. Bizni yangi kuzatib turgan akalar, ukalar, salom reska, rossiyskiy jodlar kerak bo'ladigan bo'lsa akalar, mana xudo xolisa xizmatdamiz. Kesishini ko'rib turibsizlar. Qo'l quruq qishni yozgi universalni любой hashaklaringni chiqarib beraveradi akalar. Hozirga To'raqo'rg'on tumaniga ijodini olib kelib o'rnatib berdik. Akamiz o'zlari kesib ko'ryaptilar. Mana bundan oldin somon chiqargan edik. Somonni ham cho'tki qilib chiqardi mana. Xudo xolasa egalariga yoqdi. 220 tokda ishlayapti. Adresimiz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Apparat mana shu apparat. Egalariga hozir bir qo'l hashak kesib turib ko'rsatib, tushuntirib olib keldik. Somon chiqarib ko'rsatib o'tyapti mana. Chiqargani emas. Chang ketmaydi, chiqaryaptigan hashaklaringni qum qilib o'ta maydalavermaydi. Mana shunaqa chiqarib beraveradi. Mollarda ham burniga, qo'ylarda burniga kirib ketadigan bo'lmaydi. Chiroyli mayin qilib chiqarib beraveradi. Tavsiya beramiz, mana shu apparatlardan olib ishlatinglar akalar. Telefon nomerlarini qoldiramiz, kerak bo'lganlar aloqaga chiqaverasizlar. Kanalda yangilar obuna bo'lib, podpisatsiya belgisini bosib, o'z izohlaringizni akalar kommentariyaga yozasizlar, like tugmachasini bosib qo'ying.